TikTokda eng ko'p obunachiga ega bo'lgan Khabib o'z brendini salkam 1 milliard dollarga sotdi. 2000-yilda Senegalda tug'ilgan bu yosh bola koronavirusdan oldin Italiyadagi zavodlarning birida oddiy ishchi edi. Uning zavodi koronavirus sababli yopilib ketadi. U o'shanda rosa tushkunlikka tushgan bo'lsa kerak. Keyinchalik mana oradan 6 yil o'tib, u salkam milliarderga aylanyapti. Taqqoslashingiz uchun bu 1 milliard dollarga uchun Shohruxxon, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi mana shu dovonni bosib o'tgan. Lekin ular bu uchun nimalar qilishmadi? Lekin Khabib shunchaki osonlikcha erishdimi? Ha, osonlikcha erishdi. Lekin kim sababli? Albatta Alloh taolo sababli. Ko'pchilik aytadi, omad kuchlilarga kulib boqadi. Aslida bu to'g'rimikin? Sababi aytganimdek Khabibni juda kuchli, juda aqlli, juda chiroyli, juda talantli insonlar hozir ham O'zbekistonda ko'p. Lekin ularda 1 milliard dollar yo'q. Shuning uchun birinchi navbatda omad albatta Alloh taolo nasib qilganlarga boqadi. Shuning uchun birinchi qiladigan ishimiz albatta Alloh taolodan so'rashimiz kerak ekan. Khabibni yoqtiradiganlar aytgancha videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin.